Assalomu alaykum do'stlar. Hozirda Tunika Montda yangicha dizayndagi ishimizni sizlarga ko'rsatib o'taman do'stlar. Ishimizni ko'rib bitta baho berib qo'yasizlar. Bu ishimiz do'stlar Samarqandda Modribda joylashgan. O'rtalari 3D kabel chiqib turgan joylariga svet bo'ladi do'stlar. Qoshlari 45 gradusli. Ko'cha gazroklari Xudo xolasa bitta. Shunaqangi chiroyli Tunika Mont xizmatlarini ko'rib turish uchun do'stlar bizga obuna bo'lib qo'yasizlar. Ichkari darvozaxonasini ham ko'rsataman. Ichkarida ish jarayonlari, hali ichkarida palasalari qo'yilgani yo'q. Daroshkalarning chalasi bor. Do'stlar, kimga Tunika Mont xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Do'stlar, xuddi shu fasondagi Tunika Mont xizmatlarini tunikani rasxodiga hisoblaganda barcha materiallari o'zimizdan bo'ladi, lesalarigacha do'stlar. 1 kvadratini 145 ming so'mdan qilib beramiz do'stlar. Dastavka hamma narsasi ichida bo'ladi. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab.